Assalomu alaykum. Men Marva Mehrasod, Toshkent kimyo texnologiya instituti talabasi. Guruh talabasiman. Menga berilgan mavzu moylarni absorpsiya usulida tozalash. Absorpsiya usuli orqali tozalashning sababi tarkibidagi oltin gugurt hamda simollarni ajratib olish uchun kerak. Moylarning adsorpsion tozalash texnologik sxemasi. Tozalash uchun berilgan moy mana bu yerdan kirib, endi bir nasosga beriladi. Nasos orqali T1 issiqlik almashilish qurilmasiga beriladi. Va undan chang tayyorlash bloki BP ga beriladi. U yerda kerakli miqdorga adsorbent qo'shiladi. Moyni tuproq bilan aralashmasi, trubali aralashma, moyni tuproq bilan aralashmasi, trubinali aralashtirgich A1 ga tushadi. Aralashma N2 nasos orqali P1 isitgichiga tushadi. Va undan parchalanuvchi koloniya K1 ga tushadi. Va u yerdan adsorbentdan, moydan suv ajratiladi. Mahsulotni parchalashdan hosil bo'lgan moddalar va u yerdan moylar ham va u yerdan gazlar ham, qoldiqlar ham ajratib chiqariladi. Va u yerdan par H1 kondensatorga beriladi. H1 da 105 gradusgacha sovitiladi. Buning natijasida faqat uglevodorodlar kondensatsiyalanadi. Kondensat va suv pari S1 separatoriga tushiriladi. Bu yerda haydalgan moddaning bir qismi K1 ga beriladi. Suv parlari H2 orqali kanalizatsiyaga chiqarib yuboriladi.